Möminning mo'miga chiqishi. Hikoya. Ovozda Xuncham Ro'zi. Möminjon, nemishqa mo'miga chiqib olding bolam? Mömin dadasining ovozini anglab, pastga qardi-da, xushalliqidan to'lib-etdi. Dada, seni qutuldirish uchun bayroqni chiqarib berdim. Buvay ahvolni tezli tushundi. U balaning mo'midan seyrilib tushayotganligini ko'rdi-da, qattiq vaqirdi. To'xta, tushma deyman. Mömin bu chaqda seyrilib, ustunki uloqqa tushib bo'lgan edi. U mo'mini ching cho'chib, chambarga tasib oldi-da, quchoqlab turib dadasi qardi. Dadasi yana vaqirdi. O'g'lim, anangni o'ldirishganda sen ustida bor eding. Uni nima deb urgan? Qizil pochiq eringni teppa deb. Qandoq o'ldirgan? O to'g'raydigan joduga besib o'ldirgan. Anangni o'ldirganlarning shapkisida qandoq belgi bor edi? Bala beshi bilan mo'midagi bayroqni ko'rsatdi. Ma'u bayroqning o'ttirisiga o'xshaydi. 5 tugmanda 19 odamni meydlardan to'mir mix bilan ujmiga mixlab o'ldirganlarning qandoq belgisi bor edi balam? Mushuninga o'xshash. Betimdan keyin tosh qo'rg'ondan yenib kelgan 40 odamni tirikla xumdonga solganlarning-chi. Ularningmi mushuninga o'xshaydi. O'g'lim, sen chiqargan ashu bayroqni yo'qtimiz deb necha minglagan odamlar qurbon bo'ldi. Biz yo'qtimiz deb kurash qilgan bayroqni sen chiqaribsan. Qurbon bo'lgan shehidlarning ro'yiga nima deb javob bersan? Dadangning yuziga qandoq qaraysan? Bala shukida bo'lib qoldi. Mudir yugurib kelib, buvayning og'ziga musht bilan urdi. Uning og'zidan o'qdek qon ketib, o'ngib ketgan ko'ynigining oldi peshini qip-qizil bo'yatdi. Bala birdilla noyat tezlik bilan yuqoriga yamashdi-da, ay to'yitdigicha mo'mining uchiga yana chiqib bo'ldi. Mudir vaqirdi. Yenib tush! Yenib tush! Dadangni ilib ket! Lekin bala mo'midan tushmadi. Uning pastga qarab to'g'lig'ini anglandi. Dada, meni beqib cho'ng qilganingga rozi bo'l. Mendan rozi bo'l. U mo'mining uchini chin quchoqlab, putlarini mo'miga qattiq tirab turib, mo'mini shunda qattiq qilishdiki, mo'ma irg'anglab, tüy tarbi g'araslab ketdi. Tövəndə qarab turğanlar içində allaçuqan kötürüldü. Möminning mo'miga chiqishi nomli hikoyadan elindi.